Hop, Minecraft serverimizdan ko'tarishni davom ettiramiz. Bugun ikkinchi qism. Mana eskizdan ko'p kutilgan xat keldi, ya'ni adminkaga dostupimiz va serverga kirish uchun. То есть bizda Linux, bu login paroli. Videodan keyin parolni almashtirib qo'yaman, o'shanga ko'chirib o'tirmasanglar ham bo'ladi. Hop. Server berishdi. Ana adminkasiga ham kirdim. И hozircha toza serverda manimcha resurslar ketyapti. То есть 2% protsessor, 13% AZU asosiy 40 GB pametimiz bor, yetib ortadi. Hop. Ama shu Windows bo'lganda bir 10 barobar ko'p oladi Windows pamet. Shunaqa. Hop. Nima bunaqa 10 barobar ko'p oladi safar? Grafik interfeysi bor chunki. Okey. И optimizatsiya qilinmagan. Shunisi ham bor. Hop. Endi grafikimizga qaytsak, mana serverimiz bor, IP adresi ham bor, mana IP adresi. Okey, IP adresimiz bor. И Minecraft serverni mana shu server ichiga o'rnatamiz. O'rnatishda, ustanovka qilishda men bitta statya bor, o'shanga qarab qilaman. Statya? Bitta instruksiyasi bor. Xabar emas. Minecraft server Linux deylik. Bo'ldi. Zafar aka, siz buni qilgunizcha men uni tugatib qo'yaman, xo'p? Nimani? Mana veb-sayt tugatib o'tiring. Digital Ocean'da mana. Sample powerful how to create Minecraft server on Ubuntu. Mana shu statya bo'lishi kerak. Install screen lekin shart emas. Hop, boshladik unda. Birinchi instruksiyada aytayapti, OpenJDK kerak, ya'ni Java paketi bilan ishlaydigan bir paket, ya'ni biblioteka. Ya'ni buni sudo bilan ustanovka qilamiz. Hop, birinchi o'ringa serverga kirib olaylik. Serverga kirish uchun Bobur sen so'raganding shu narsani buni o'chiramiz. Qurama. Ikkita yo'li bor. Birinchisi mana bunaqa terminaldan kirsa bo'ladi. Okey. Ikkinchisi Termius degan programma bor. Bu ham juda qulay narsa, undan ham kirsa bo'ladi. SSH Navichoqlarga qarasangiz yaxshi. Navichoqlar конечно bu yaxshi. Termiusda qanaqa qilinadi? SSH yoziladi. Keyin пользователь logini собачка kuchukcha o'zbekcha gapiramiz. И mana bu IP adres. Так. SSH mana yozildi. SSH root и mana bu adres bo'ldi. То есть biza удаленно mana bu serverga ulanyapmiz. Bizda so'rayapti, sen aniq ulanmoqchimisan, deyapti. Yes deymiz. Parol so'rayapti. Parolni ham biz bilamiz. Parolni bugun aytish kerak emas. Hech narsa ko'rmadinglar. Negadir Ctrl V Denied. Nimaga? Ctrl V ishlamayapti menimcha. CMD da Ctrl V ishlamaydi-ku o'zi. Haligi ishlar yo'qmi? Kirmadi. Sen aniq ishlamadi. Mayli, Termiusdan kira qolaylik. Plus men parolni tersanglar, erinmasdan men bitta SSH terminalda tersanglar kiriladi. Lekin men bitta anaqa bor, Termius bor. Termiusda parolni keyin yopib qo'yasiz, to'g'rimi?
ko'rish, almashtirib qo'yaman dedimi? Hop, buni olamiz. Username'ga root yozamiz. Buni ustiga ham parol yozamiz. Xuddi shu ishni qiladi bu. O'zi anaqasi yaxshilicha ключ orqali kirish kerak. Mayli. Ладно. Siz qilib turgunizcha men yana ketib davom Oppa, noto'g'ri dotdi. Parolni. Mana aldadimi bu? Mana aldaganga o'xshyapti. Xo'p, mayli. Adminkadan ko'ramiz, nimaga kirmayapti. Изменить пароль deymiz. Parol для VM. Oppa, bekita olarkanman. Ana parolni bekitim. Hop. Parol bekiga almashdi. Ana start over qilamiz. Mana serverga kirdik. Ura. Xuddi shunaqa SSHdan ham kirsak bo'lardi. Bitta ham kirdim. Ko'rasam. Endi serverimizga biza Minecraft server qismini tashab qo'yish kerak. Birinchi mana buni yozib qo'yaylik. Birinchi update'la qilib serverni tanlaylik. Hamma bibliotekalarni update qilib qo'yamiz. Keyin OpenJDK yozamiz. Unable to locate package yoziladi. OpenJDK. Unable to locate package. Nima xato beradi? Google qilib ko'ramiz. Repository. Ko'raylikchi. Yozib ko'ramiz. Tak. Screen ochib turib. O'zi Java bormi bu yerda? 21. Bu 25-versiya ham bor ekan. Bu Java'ni bir versiyasini ustanovka qilib qo'yamiz. Masalan, 25-sini ustanovka qilaylik. O'zim Javachi emasman, afsuski. Java'ni ustanovka qilamiz. Anaqa edi Minecraft. Xo'p, endi nimaga men bu servis yoqadi? Chunki fayl ham, mana shu serveringga fayl ham ko'chira olasan.
45 IP'miz mana shu 45.138 da serverimizga endi fayl tashlaymiz. Hop, faylimiz bizda userda userzafar download mana server jar turibdi. Serverimizni shaqqa ko'chirib qo'yamiz. Yaxshi, ko'chirdik. Hop. Endi serverimiz ungacha Java'miz o'rnatib bo'ldi. Bu yaxshi. Voy. Hozir nastroyka qilishni boshlaymiz. Screen shart emas. Bu komanda bilan serverni zapusk qilamiz. Ketdi. Shundayda serverni biz tashladik bu yoqqa. Mana qani ichiga server jar faylini tashladik serverimizga. Keyin bu yerdan Minecraftdan qildik. Mana bu server, mana server jar fayli. Buni zapusk qildik. Hop. U bizga endi quyidagi fayllarni raspakovka qildi, ya'ni yaratib berdi, generatsiya qilib berdi. Hop, birinchi EULAga kiramiz. EULAga kirsak, EULA false turibdi. Bu degani, mana bu narsa bilan o'qib chiqib, privacy policy ile bor. Litsenzionni соглашение точнее. O'sha bilan o'qib chiqdim degan anaqa qo'yish kerak. True deb yozib qo'yishing kerak. Bunaqada servering ko'tarilmaydi. Ikkinchi moment, server nastroyka qilish kerak. Ya'ni server properties ga kiramiz. Serverda botda serverini, ya'ni Minecraft serverini polni nastroykasini qilsa bo'ladi. Juda qiziq narsalar bor. Game mode ko'rasam survival turibdi. Ya'ni biz survival ham qila olamiz serverimizni yoki nima edi? O'lmasdan qurib yurasan, hamma narsani. Anaqami nima edi? Creative mode. Creative mode yaratsang bo'ladi. Hop. Bizda endi serverda eng qiziq narsa PvP'miz true turishi kerak. Bir-birimizni o'ldira oladigan bo'lish kerakmi? PvP вообще yozilmagan ekanligi. Menimcha default bo'yicha o'zi true. Yana bitta anaqa bor edi, mana shu nastroyka anaqa qilardi sani. Litsenzionni Minecraft bo'lish shart emas degan anaqa bor. Mayli, hozir uni topib qolamiz. Bular bu yerda nastroykasini qilib qo'ysang bo'ladi. Keyin administratorlarni ham mana shu yerda sразу yozib ketsang bo'ladi. Kim qaysi nickname serveringning administratori bo'ladi. Aha. Xo'p, mayli. Nastroyka qilgandek deylik. Endi bitta test qilib ko'ramiz. Mana shuni yoqamiz. Serverimizni ko'taramiz. Bizda fayl oti server.jar-ku. Ketdi. Starting. Nimaga menda zapusk ketyapti? Ya mir yaratyapti. Port ochilgan. Tak. Biz ungacha ulanib ko'ramiz. Qani mana anaqam. Hop, загрузки. Minecraft
128 kirib ko'ramiz. Tak, ko'rdim. Xo'sh. Tak, Steam o'chirib qo'ydik. Xalaqit berishyapti. Sanda ham bormi? Nima? Minecraft. Yo'q, hali yozmaganman. Men hozir bitta narsani test qilmoqchiman. Veb-saytdan yozib ko'rmoqchiman. Ha, ochildi. Hop. Urak, сетевой rejim. Po adresu deymiz. Yozsak, hozir xato berish kerak. Отключиться. Buni ovozini o'chirib qo'ymasak, anaqa qiladi. Авторский права qo'yish mumkin. Так, klient. Используйте 1.21.11 ekan bu server. Aman necha yozma. 21.11 yozdi. Voy, 1.21.8 ekan. Böyle. Neужели не то yozib qo'ydim men? 1.21.8 serverini topishimiz kerak. GPT-dan so'raymiz. Как скачать сервер Minecraft версии 1.21.8 manda. Lekin eng qizig'i GPT qayerdandir ссылкаlarni topib beradi. Men o'zim topolmayman shu ссылкаlarni. Internetda ham qidirganman, topmaganman. Internetdan qidirganman deysizmi? Qiyinda topish. Hashini qayerda? Bu nima deyapti? Hash. Voy bu. 1.21.8. Topdim vroде hashini. Shu? Shu hash bo'lishi kerak. Hop, endi nima ekan? Buni olamiz. Bu yoqqa hashini olib turib, hashini qo'ysak, skachать qilsa to'g'ri bo'ladi. Yo'q-da, qilmadi-da. Paragraf 8. Дай мне хэш. Какой хэш? Bir xilida yomon o'zini jinniga soladi, shunisi yoqmaydi. Olib berdi-yu. Bittada qo'yib bersa bo'lardi shu narsani. Odam asabiga tegadi. Tashqacha ham qoldi. Xo'p. Undacha mana bunaqa qilamiz. Bu serverdan eskisini o'chirib tashlaymiz tezgina.
Yulduzcha qilsak. Har ikki menga etoring qaysi rasm yoqqanini o'shanga qarab sizga qo'yaveraman. Uzr vaqt so'raman o'zingcha. Var. To'g'ri To'xtab tur. Shoshilmay tur. Rasm muhim emas hozir. Tamam, bitta qarab o'tirish. Davay qaraman. Ochmayapti. Ne ochmayapti? Gerçek qilmadim endi. Ha, ko'raman. Hop. Bu mashhur. Любой farqi. Root. Okey. Tak, hadi. Boshla. Root ko'rmayapti fayllarini. Tak, boshdan kiraylikchi nima deyirkan? Oy, RF qilib papkani o'chirganda butun serverni o'chirib yuboribman. Nifiga Mana shu. men bo'ldi-yu, mayli, serverimiz toza edi. Bunaqa holatda nima qilinadi? Переустановка OS qilinadi. Bo'ldi. Ubuntu tanlanadi, Bscriptda отправить письмо с паролем. Parolni yopib qo'yamiz, o'zimiz parol beramiz. Переустановить ketdi. Yaxshi bo'ldi, boshdan yengildan o'rnatamiz. Men qo'rsa bo'ladi, lekin Bobur serveri snasить qiladi. RMRF memi bor o'zi, bilasanmi? RMRF mem qilsang chiqadi. Именно mana shu komandani berardim Bobur, zapisda ham ko'rsang bo'ladi. Xullas, qaytarib berib bunaqa xatoni, bu ham bir dars bo'lsin. Resolution enhancer. Mayli. Перестановка bot. Hop, bo'ldimi ekan? O kirdi. Serverimiz yengildek bo'ldi. Перестановка qilyaptik, yaxshi. Hop, qachon qilamiz birinchi o'rinda? Tak. Sudo update. Tochka qo'yish esimdan chiqdi. Tochka bilan o'chirishim kerak edi. Готово. Endi Java desak, o'rnatish kerak chiqadi. Update 21-versiyasi bizga e'tibor tortadi. Serverni skачать qilamiz.
Xo'p, GPT chiqarib bergan ссылкасы bo'yicha server skachать qilyapmiz. Wget komandasi skachать qiladi. Fayl nomini server jar deb turib, mana bu linkdan skachать qilyapti. Xo'p, endi mana bu komandamizni beramiz server jarga. Shu komandamizni beramiz. Faqat server.jar deymiz, enter. Ketdi, raspakovka qilyapti. O'zi akkuratni Minecraft papka ochib ichiga qilish kerak, chiroyliroq chiqardi. Hali ham kech emas. mkdir Minecraft deymiz. Move eulani Minecraftga tashlaymiz. Move libraries Minecraftga tashlaymiz. Yo'qmi? Rekursiv. Move'da ishlamaydi bu narsa. Hop, blocks Minecraftga tashlaymiz. Server jar Minecraftga tashlaymiz. Server properties Minecraftga tashlaymiz. Version xoldimi? Minecraft tashlaymiz. Bo'ldi. Minecraft degan papka qoldi faqat, ichida hammasi. Endi eulani ochib turib, mana bu yoqqa true deb yozamiz. Biz o'qib chiqdik, hammasi bilan rozimiz deb yozamiz. Keyin zapusк qilamiz. Server properties to'g'rilandi. Qani? Server jar ko'rsatdi. Так, какой параметр в настройках сервера Minecraft разрешает подключать игроков без лицензии. Онлайн мод ekan. Onlayn modga false qo'yib qo'yish kerak. Bo'tda bormi? Nimaga? O spawn ketyapti. Xos, mir spawn bo'ldi. Lekin baribir hozir bu anaqa. No. Hozir tushuntiraman nimaga. Onlayn mod desang, onlayn. Qani onlayn mod? Onlayn mod. Onlayn mod truda faqat litsenzioniy o'yinchilar kiradi. Kimda Minecraft sotib olingan bo'lsa, faqat o'shalar kira oladi. Onlayn mod false bo'lsa, hamma kiradi. Надеюсь, hozir to'g'ri versiyasini ko'tardik. 1.21.8 mana. Ko'rib turibmiz. Kirish kerak. Xo'p. Serverga kirsam, o'sha yaxshi bo'ladi. Keyin saytni ko'taramiz.
necha minut rekord botganini ko'rsa bo'ladimi? Vaqt qilmabman. Yarim soatdan oshsa ikkinchi videoda qilardik. Ya uchinchi videoda. To'g'ri. Ya tugatib qo'yamiz ham shu videoni o'zida. Yo'q. Tugatib qo'ysa bo'ladi. Yoki xohlasangiz uchinchi partdan olsak bo'ladi-da, yarim soatdan olsa, chunki hech kim uzoq bo'lib ketsa ham. Ha, dan shu spawn qilibdi-yu. Ulanib ko'ramiz. Bismillah deb. Mana, marhamat, kirildi. Serverda ham yozyapti. 100 safar logget in serverga i koordinatlarni ham yozyapti. Nice. Endi bu yerda serverni tugatib qo'yish uchun, tak, ovozni pasaytiraylik. Ashulasi zo'rda. Normal pasaytiraylik. Asabi bizada. Yo, avtorskiy bo'lishi. Xo'p, buni endi mukammal tugatib qo'yish uchun, hozir mana serverdan chiqib ketdimi? Bu yerdan otib yuboradi mana. Har safar server yoqilganda o'zi ishlab turishi uchun biz daemon yaratamiz. Daemon bu kompyuter yoqilganda programmalar avtomatik yoqiladi-yu, qaysidir programmalar, Discord masalan yoqilishi mumkin. Xuddi shu narsa avtozagruzchik desak bo'ladi. Server yoqilganda avtomatik Minecraftdan serverimiz ham ko'tariladigan qilishimiz kerak. Xo'p, buning uchun aytamiz. Mana bu yerda etc da systemd degan papka bo'ladi. Systemd ning ichida system bo'ladi. Mana shu yerda hamma bizani kerakli programmalar bo'ladi. Xo'p, mana shu yerda biz negadir hamma mana servis yozishimiz kerak. Mana shu yerda yozamiz Minecraft.service. Minecraft degan servis ko'taramiz. Xo'p. Xo'p, buni konfiguratsiyasini hozir qo'lda yozib o'tirmayman. GPT dan iltimos qilamiz, o'zi yozib beradi chiroylikgina. Turib biz faqat joyini to'g'rilaymiz. Напиши daemon файл, который запускает сервер Minecraft для Linux deymiz. Cat. Marhamat. Uni olamiz va uni kopiya qilamiz. Bu yoqqa paste qilamiz. Xo'p, user, bizda userimiz root, ya'ni rootimiz zapus qilsin. Repozitoriyimiz bizda root Minecraft. Xo'p, bu yerda Java no.py. Agar fail bo'lsa 10 sekunddan keyin restart qilgin deyapti. I statusli berilyapti. Xo'p. Time stop sekund 20 sekund. Mana 20 sekund stop bo'lsa, har 10 sekundda restart qilgan. Hop. Tak, endi сохранить qilamiz. Ketidan systemctl over. Tamsan, bir narsa o'chgandek bo'ldi. Hop. Birinchi ma'lumot qilamiz. F12 bosilib ketdi. Hop, buni qilamiz. O'chiramiz, enter bosamiz. Tak, endi statusini tekshiramiz. Systemctl status run qilyapti. Vроде ishladi. Starting qildi. Loglarni ko'ramiz. Start qildi. Start qildi. Tekshiramiz.
по адресу deymiz, подключаться qilamiz. Marhamat. Endi serverdan chiqib ketsam ham serverimiz ishlayapti. Zo'r. Endi menga anaqa veb-saytligani qani berishingiz kerak API. Bo'ldi. Hozircha qismini videoni tugatib qo'ya qolaylik. Logichniy konец bo'ladi. Ya'ni bu qismda biza server qismini ko'tarib turib, ya'ni klient qismidan polni uylanib tekshirdik. Ya'ni serverni ko'tardik hisobotda. Endi nastroykalarga mana shuni alohida video qilamiz. Hozir keyingi videoda biza anaqa qilganimiz yaxshi. Sayt ko'tarib, instruksiya bilan hammaga уже publichniy ссылкаlar qoldirib, hamma yoqqa kirib o'yna oladigan qilamiz. Bo'ldi, biz bunda tugatamiz.